alaykum. Mana yangi bedim apparatimiz tayyor bo'ldi. İşga tayyor. Bu vakum so'rib oladi, bu yerdan o'g'irlarni tushirib olsa bo'ladi. Bedim qilyapti tomon. Bedim qilyapti. Tashlab beryapmiz. Sinab jarayoni, ichki tomonlari yangi. Mezbon, mezbon bir qismi edi. Mezbon qizilday. Soyakini ikkinchi sorti. Vibrator yasab tayyorlab chiqdi. Zakazlar bo'lsa aytaverasizlar. Telefon nomeri 921 har qanday nayni tozalab beradi. Menlik zo'r bo'lib chiqdi. Kichkinacha bo'lib vaqt so'rib olish. Pasaytirib qo'ydim, ba'zi juda kuchli sotgandan keyin yana ochib qo'ydim. Yangi motorlar, tomoni yangi elektron jihozlanadi. Bir fazada ishlaydi. Bitta rizkada ishlaydi. Mana sistemimiz mana rizkada ishlayapti. 7 voltga to'g'ri berish ko'paytirib beryapti. To'g'ri kuchlanish kamroq chi. 220 volt ishlaydi, rezistga tig'iz ishlayveradi. 4 volt. 228 ko'rsatyapti tomonda. Bir faza rezistga qo'shasiz ishlayveradi. Zakazlar bo'lsa aytaverasizlar, bemalol zaxlatda. Ham bedim qilgan vaqtda bu tomondan elak vazifasida ishlasak bo'ladi.